56 ming beraman. Ve 1000 so'm yarim ming. 55 minggacha dedim. Qani 55 minggacha undan ol. Keng. 50 ta qo'ychi. 57 ming beraman. Unga qimmat. Apteka qilib jon aka bet bozor. Dangalini yetib. Dangalni yetganlarni sotmaysiz. Dangalni yetib olib aka. Lepoy pay jonimizni beryapmiz. Sizlar ham jon pol beringlar bizga. Ha, deb bunaqa qilib. Keng aka, boshqasiga menga qarang, boshqasiga 60 mingga sotarsiz, sen beraman. Shu boshqasiga berinman sen. 1000 so'm, 2000 so'm bosib qolmaydi, sizni mashinadan chiqarib yuboramiz aka, bering. Ve shu mardlik aka. Dangal etyapti. Qimmat etyapsiz. Qimmat etyapsiz. Ichadi-da. 60 ming. Oxirimi? Uzul kelsin. Shunga bo'lsa 57 ming beramiz. Shunga bo'lsa sotdim. 2 ming o'tib beradi. Ey aka, o'tib beralimi? Shunga bo'lsa sotdim. Ve bunga dangalni etyapman. Bu haqni o'tkizmay. 2000 so'm o'tib berasizmi? Olmiz, unga olalimiz. 1000 so'm o'tib beradi. So'yingiz kerak emas. Bo'lmasa. Hey. Hapop bo'lasizlar ekan mendan. Qo'lini 2 ming o'tadi. Hey. Lepoy pay. Keyingi Mana shu stopda. 1000 so'mni 10 ming Mashina chiqarib chiqaramiz. yuboramiz. Lepoy pay qo'yadi. O'g'il bola. Jon aka, hech qanaqa. 1000 so'm bilan siz bosib qolammi? Qilich aka. 2000 so'm o'tib beradi. Komil hojiga deyapman. Komil hojiga. bo'lsa ham aka. Hey. 1000 so'm bilan siz bosib qolammi? Temur. O'sha pulni monday qilib chiqarib yuboraman o'zim aka. Prosta shu 1000 so'm o'tib bering, shuncha odamni ichida aka. Mardlik qilsan. Bilan Shuncha savdo qildim. Yetganingizga olib qo'ymay deyapman, xolos shuncha savdo qildim. Jigarim ezildi. Mehnatim. Javob 58 ming so'm.